Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayıyoruz. Leksiye dersi de alıyoruz, Washington'da sözleyimiz. Bugünkü ıslahı 2025 yıl 8. ayının 8. günü vatandaş. Heptiga cüme vatandaşı. Bugünkü vaziyet doğrusu toxtuluştan avval iki meseleni aydınlaştıraylı vatandaş. Bunun birincisi biz sizlerge leksiya sözler vatkanda davamlı. Amerika kol saldı. Amerika aldığında sepki çıktı. Amerika'ya o askeri evetti. Aeroplan bir yere badi yaka bir çıkaradı öttü degan gepten tolu tekrarlaymayız vatandaşım. Bu resmi oruç emas cuma. Bunu herkes resmi oruçka öttü Amerika dep düşünüp kalmalar. Bular bir noktada aytganda ameliye hareket, o hareket nima deysiniz şunda hazır Uluk Okyan yani Tinch Okyan, Asya Tinch Okyan rayoniga Amerika Qo'shma Shtatlar Guam'daki bazı güçlendirish uchun harbiy parxod, shundaqla Yaponiyaga yadro qurollari yetkash, yaqinda so'zildi shundaqla Amerika Qo'shma Shtatlari yadro atom qurollarida Angliyadagi harbiy bazaga yetkash, Yaponiyadagi harbiy bazaga yetkash, oradaki qurulluk deniz hava armiyalarını Asya Tinch Okyan rayoniga o'tkazish. Bunun üzümü ameliyatı siz biz için aytganda Amerika kolsal deganlik bo'ladi vatandaş. Herkes bunu yani resmi ok çıkarıp uruş kirdi deganlik emas. Herkes bunda hata düşünüp kalmanglar. Ben tolumuşun sözlep ötüp üzem müşüdür hata düşünüp kaldığa iş bulamı dep ensireymen. Lekin bu siyaset vatandaş. Şunu menen sizlerge özür koyduğunu muşun meselelerini muşunda düşünüp tünügün dedik Amerika kolsal değil. Amerika aldığın sepki çıktı degendek bana gepler. Şu bunu doğru düşünüyorlar. Vatandaşlar bu bir gitti mi? Tünügüllerden ben esasılarga vaziyet bu kandak iş degen sualını koyuş bilen billah üzem düşenmekçi ve sizlerge düşendirmekçi bolgan bir vaziyet Uygurlarga münasebetlik. Mesela Germaniyada Rus tilida neşr qilinadigan qaysi bir matbuot Uygurning yoki qurultaychilarning ba'zi vakillerini ziyorat qilib, ulardan hozirgi Uygurning hozirgi ahvoli, jazo lagerlari masalasi to'g'risida savol so'rab qo'yib, bu savolga berilgan javoblarni matbuot e'lon qildi. Men buni qurultaychilarning televiziyasidan xabar topdim vatandaş. Agar Rus tillik matbuotla mushundaq harakatga o'tgan bo'lsa, men o'ylayman bu katta ish. Vatandaşım bu katta ish. Bugun sizlarga shunga munosabatlik leksiyalarni so'zlaymiz. Nuqul bunga munosabatlik emas. Biroq Rossiya matbuotlari Uyg'ur farzandlarini ziyorat qildi. Bu katta ish vatandaş. Bugün endi sizlerge sözleydiğen leksiyalarımız tüvendikidek. Sizlerge sözleydiğen leksiyalarımız tüvendikidek vatandaş. Ama Prezident Vladimir Putin ensirgen iş ahiri yüz berdi. Kısa haberler. Cumhuriyet qaratgan siyasetin tanışışga başladı. Amerika Qo'shma Shtatlari Asya Tinch Okyan siyasetini ciddi tanışıdı. Real paketlar orbita 8. ayının 8. günü YouTube vatandaşım. Yani bir haber. Prezident Vladimir Putin yani tuyuqsiz Zelenskiy bilan görüşmekçi oldu. Hindistan Rusya'nın ham neftini setip almaydigan oldu. Prezident Donald Trump, yani Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump endi burun tashlagan to'rni endi yig'ishga boshladi. Dengizga, daryoga biliq tutish uchun tor tashlaymiz-ku. Shundoq tasvirlabdi, o'xshatib, nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump to'rni yig'ishga boshladi. Jungo Kompartiyasiga zarba berdi. Ümit sadasi 8. ayning 8. kuni YouTube vatandaş. Yana bir xabar.
Rusya taraf delilledi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin kelar hafta yuqori darajaliklar suhbat o'tkazdi. Rusya Ukraina urushida o'zgarish vaziyati barliqqa keladi. Mavzuli xabar 8 ayning 7 kuni Jungoga nazar torbeti e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Rusya Federatsiyasi munosabatining yaqindan beri yangi harakat holati butun yer sharining diqqatini qo'zg'adi. Kreml sarayı 8 ayının 17 günü tashqari dunyoga bu xabarni rasmiy dalilladi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rusya prezidenti Vladimir Putin tez bo'lganda kelar hafta oldimizdagi hafta yuqori darajaliklar suhbat o'tkazdi. İki taraf suhbat o'tkazadigan joyga prinsip jihatdan qo'shildi. Lekin qayerda suhbat o'tkazdi, uni oshkorlamadi. Tashqari dunyo 2 nafar prezidentning suhbati deb atayotgan yuqori darajaliklar suhbati 2021-yili 6 ayning 16 kuni Sobiq prezident Joe Biden bilan prezident Vladimir Putin suhbat o'tkazgandan keyingi, ya'ni janva suhbatidan keyingi navbatda Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin tunji qatam suhbat o'tkazgan yoki rasmiy suhbat o'tkazgan bo'lib hisoblanadi. Bu qatam suhbat o'tkazilsa, shunday hisoblanadi. Bu qatamqi ikki davlat rahbarlarining suhbati ahamiyati intayin zo'r. Bu ko'rishish Rusya Ukraina urushi va xalqaro vaziyatga yangi burilish olib keladi. Fransiya agentligi va Rusya universal axborot to'ri mundaq ko'rsatdi. Rusya Kreml sarayı yuqori darajalik amaldori Ushakov aniq qilib mundaq ko'rsatdi. Amerika tarafdan ta'kidlashi yoki taklifi ostida ikki taraf, yana Amerika, Rusya Federatsiyasi taraf, ikki taraf prinsip jihatda kelishim hosil qilib, kelgusi bir necha kun ichida Amerika Rusya yuqori darajalik rahbarlar suhbati o'tkazishni qaror qildi. Ushakov yig'in ochadigan o'rinni eg'izga olmadi. Bu suhbat Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump diplomatiya vositalarining sinoqdashi. Shundaqla Rusya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning tashqi besimni azaytishida bir fursat. İki taraf tinchlikni ilgari suramdi yo'q. Butun yer shari kutmoqda. Tarixiy birlashishning yetib kelishiga navbatda butun yer shari şahit bo'lmoqda. Yana bir xabar, qisqa xabarlar vatandosh Jungoda bir necha 100 ming fuqaro Nanjing shahriga yuzlanib, Jungo Kompartiyasini taxtdan tushishni talab qildi. Tayvanning prezidenti Lai Ching-tening Jungo fuqarolarini qutuldirishini umid qildi. Jungo Kompartiyasi Jungo, Tayvan Qizil Pochoqlar Jungo Kompartiyasi Jungo. Prezident Lai Ching-te 1989-yil 6 ayning 4 kuni norozilik Jungo Kompartiyasi taxtdan Xi Jinping taxtdan tush tik-tak
8. ayının 8. günü yutup. Meyadi 1989 yılı 6. ayının 4. gün narazılık diye bu tarihte haberini sizlerge eğitibatlarımız yok. Aşını tor betke isimli aşında kırgızıptı. Yaki tektak kıskaca mazmunlu kıskaca elip aşında kırgızıptı. Bu yedi demekçi boğunu hazır cunguğu yitip gelgen vaziyet yok orada. Nencing'i yüzünü halk buhra partiyanı tahtın çöş dedi. Xi Jinping'in tahtın çöş dedi. Bu 89. yıl 6. ayının 4. günüdün ki 101 vatkan işte Katar'daki iş digelliktör vatandaş. TikTok bu Cumhuriyet Kompartiyası yüzünü TikTok'da muşu haber muşundak ilan kılın dediğin gep vatandaş. Bazı kapita değişmez mi? Yani bir haber, növbette Xi Jinping 3 katlamlı qoğdunuşqı mecbur boldu. Birinci, hukuklu qoğdap qilish. İkinci, kişilik erkinlikini qoğdap qilish. Üçüncü, hayatını qoğdap qilish. Gördünüz mü? Müstabit kim muşunda gün barkine vatandaş nimdeydi bunun içindeki qoğdap qilishlarının ikisini müstesna qilib eteyli, birisini de deyli, özünün hayatını qoğdap qilish. Müstebbit başka canlılıkları tehdit salıdı ve başka canlılıklarının cenini tartip alıdı. Yaki katliam kılıdı. Növbette cezalar bile Uygur'unu katliam kılgandık. İçki organlarını kesip eliş bile Uygur'unu katliam kılgandık. Ameliyatı üzümü vakit yetip gelgende can bir işke, kan bir işki mecbur buludu. Mara ne mi depti? Hazır 3 yıl tehdit yaki 3 yıl ve 20 gün duş geldi. Onun üçüncüsü Xi Jinping özünün hayatını kanda qoğdap kalışka duç geldi depti vatandaş. Bu haberden ilgisi cansınca 8. ayının 8. günü YouTube vatandaşım. Yani bir haber. Tayvan güçlük başkıldı. 9. ayının 3. günü her bir kürek özgürlük buldu. Mesela 9. ayının 3. günü Japonya karşı uğraş galbisinin 80 yıllığını hatırlaş için Beijing'de Cumhuriyet Kompartiyası harbiy parad kürek ötküzmekteydi. Hazır bu kürekte ve bu harbiy paradda özgürlük buldu. Bideyhi de güldürüm ama Bideyhi jığınıymış ayının 5'i başlandı 8. ayının 1. 2. günleri. Bir de güldürme ama Beijing'de ciddi halet. Can Yuşa asker başlap Xi Jinping'i kontrol kıldı. Hazır bu haber motoru çıkıp kaldı. Can Yuşa 82. armiyanı başlap BDH'ye girdi diyen gepler vatandaş. İhtimal bir yer değil vatkan söz mü? Belki şunun kartılgan buluşu mümkün. Can Yuşa asker başlayıp girip Xi Jinping'i kontrol kıldı. Şavlı Maliye 8. ayının 8. günü YouTube. Yani bir haber ekranda gençliklerin yeni bir desturi. Amerika Koşmuş Ştatları Prezident Donald Trump'ın Orta Asya koridoru. Yani bir koyucu ekranda gençliklerin yeni bir desturi. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın Orta Asya koridoru. Asıl mavzu 43 kilometre. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump'ın Orta Asya koridoru. Ermeniye bilen Azerbaycan oturusu da yıllardan beri davamlaşkan uğraşını ahırlaştırdı. Demek yakında Ermeniye Azerbaycan bilen birleşip Rusya'ya uğraş ilan kıldı diye haberdi biz sizlerge sözde boğan edik vatandaş. Bula Karakalpakistan mı ne de Nagorno birden oblastın talışıp Azerbaycan Ermeniye uzundan bir gün uğraş bir gün teşvikmişine yaşap gelgen idi. Hazır endi Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump Orta Asya koridoru hasıl kılıp Ermeniye ile Azerbaycan'ı ittifaklaştırdı. Belki şunu deyin ki yandan bu işki devlet Rusya'ya karşı uğraş ilan kıldı diyen boz gerek ötenler. Azerbaycan oturusu yıllardan beri davamlaşkan uğraşını ahırlaştırdı. Amerika haberleri Fanvi
zamanı torbite 8. ayının 8. günü yutup vatandaş. Yani bir haber, Cumhuriyet Rusya birleşip Tayvan'a hücum kılış planı aşkarlandı. Amerika Koşmuş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Ukrayna, NATO'ga a'zo bulup kirdi deb ko'rsatdi. Vah, mana. Rusya Ukrayna o'tirish urushning boshlanishi shunday sabab edi. Mesela Ukrayna NATO'ga a'zo bulup kirmasligi kerak degan sabab bilan boshlangan edi deyli. Turli sabablar ichida bir sabab. Hozir oxiri qanday bo'ldi? Bugün ona Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Donald Trump Ukrayna NATO'ga a'zo bo'lib kirishi kerak. Demak, ham oxirlashdi degan gap vatandosh. Rossiya Ukrayna urushi oxirlashdi degan gap vatandosh. Prezident Vladimir Putinning xiyollari oxirlashdi degan gap vatandosh. Shunda. Dunyo shunda. Amerika Qo'shma Shtatlar Prezidenti Donald Trump o'zining xizmatlarini mana shunday ishlayapti vatandosh. Bu xabarning egasi Tam Jivan Obzori 8. ayning 8. kuni yutib 12 soat ilgari. Yani bir xabar chegara atlab o'yin o'ynag'uchi. Vaqt oxirlashdi. Jungoga qartilgan siyosat texmi jiddiylashdi. 2026-yili davlat bexatarligi strategiyasi, xalqaro siyosat o'yinlari, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump Jungo Kompartiyasi qanday taqobil turishi kerak? Axborot yetmasa 8. ayning 8. kuni yutib 2 soat ilgari vatandosh. Yani bir xabar, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi Prezidenti Vladimir Putin yaqinda ko'rishdi. Amerika Rossiya suhbati faqat urush to'xtatishla uchun o'tkaziladigan suhbatmi? Ish undaq oddiy bo'lmasa kerak. Chiu Jin Tori 8. ayının 8. gün yutib. Qısqa xabarlarni ko'rib boldik vatandoshim. Endi siz bilan analiz qilaylik. Buning ichida bugungi gavdali xabarimiz vatandosh nima deyildi? Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Prezidenti Vladimir Putin oldimizdagi hafta ichida ko'rishdi. Seliştirganda bundan 4 yıl buran mesela 2021-yili 6. ayının 16. günü sabiq prezident Joe Biden Cenevada Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishgan edi vatandosh. Men şu vaqt bu ko'rishni sizlarga tahlil qilib, balki oshirib o'tgandim, balki yetishmay qolgandi vatandoshim shundoq degan edim. Bu ko'rishishning bosh temisi Uyg'ur masalasi. Chunki şu yili şu ayning, yani 6. ayning 14. kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining TV, BS, NBC, TV, BS emas, NBC televiziyasının muhbiri Simon Efendi Kreml sarayıga Moskvaga yetib berib Kreml sarayida Rossiya Prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Avval Tayvan to'g'risida 2-3 ibora eg'izga ilib, undan keyin Simon Efendi Prezident Vladimir Putin siz Uyg'ur degan millatni tanimsiz dedi vatandosh. Prezident Vladimir Putin shunday javob berdiki, men Uyg'ur degan millatni bilmayman, taniyman. Ularni Beijingda ko'rgan edim. Hozir Jungo Kompartiyasining rahbarligi ichida aslida yaxshi yashayotdi deb gap shunday boshlandi. Xitoy torbetlari amaliy maydondagi amaliy so'zlarni qisqartib berdi vatandosh. Biz uning erishamidik. İngiliz tilida qanday berildi buni tushunmadik vatandosh. Lekin gap shunday boshlandi, ish shunday boshlandi. Men sizlarga shu vaqtda so'zlaganda masala Uyg'ur masalasi. Degan edim vatandosh. Ardan 4 yil o'tdi.
Bugün endi Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Qaysi vaqtga to'g'ri keldi vatandosh? Bu yerda o'tirdi so'zlashadigan suhbat deymiz. Suhbat mavzulari o'tirg'i chiqqani yo'q yoki video film shaklida yoki maqola shaklida. Lekin oldimizda sal vaqt ichida o'tib ketdiki bir paket 8. ayının 5. günü Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Majlisi 2 palata. Kengash palatasi, Avam palatasi. Amerika Qo'shma Shtatlari davlatdagi jamiyatning ichidagi 2 partiya, Demokratlar Partisi va Cumhuriyetchilar Partisi a'zolari, mansublari, parlament a'zolari, Kengash palata a'zolari, senatorlar birlashib masalaga yetkazgan 8. ayının 5. günü 2 parça kanun, biri Tayvan to'g'risida tushuntirib oldik. Qayta ta'kidlashdan hojat yo'q, lekin o'zimizga bog'liq, Uyg'urga bog'liq bu qonunni ta'kidlaymiz. Bu qonunning ma'qullangan qonunning mavzusi Uyg'ur qirg'inchilik mas'uliyatini surishtirilish va jazolash, embargo qilish qonun loyihasi. 8. ayının 5. günü vatandaş. Bugün 8. ayı 8, 3 gün öttü. Aldığımızdaki hafta 6 gün, 7 gün şu günün içinde. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump, Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin bilan qayerda ko'rishdi? Hazır o ilan kılınmadı, görüşüdü. Hazır muqimlaştı. Bu görüşüdüğanlığını Rossiya Federatsiyasining yuqori darajalik amaldori Ushakov dalilladi vatandaş. Demek görüşüdü. Ben bunun arx görünüşü nime dedim, şu sualını koydum, hem sizge cevap verdim. Amerika Qo'shma Shtatlarining Davlat Majlisi 8. ayının 5. günü 2 partiya, 2 palata a'zolari, mansubları birdek ma'qullagan qonun loyiha Uyg'ur qirg'inchiligini mas'uliyatini surishtirilish va jazolash, embargo qilish qonun. Mushundaq vaziyatda Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasining prezidenti Vladimir Putin suhbatlashdi. Hozir eng oxirgi bir abzasi nima dedi vatandosh anglab turing. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin yaqinda ko'rishdi. Amerika Rossiya suhbati faqat urush to'xtatishma ish. Unda oddiy bo'lmasa kerak. Bugünkü leksiyalarımız birinci leksiya mana mush yerda vatandaş. Endi ikkinchi leksiyamizni so'zlaymiz vatandoshim.